Ajib kunlar. Ota-onalar farzandlarining kiyimlari va taomlarining g'amini yeb, axloqiy qadriyatlarini singdirishni unutyaptilar. Ishchilar maoshlari kamligi tufayli ishlashni xohlamayaptilar. Aslida esa rizqni Alloh taolo berayotganini unutganlar. Yigit va qizlar butun kundagi vaqtlarini sayr bilan o'tkazadilar. Bozorlarda yurib charchamaydilar. Keyin bir rakat namoz o'qishga kelganda esa holdan toyib qoladilar. Yigit va qizlar musiqalarni sevib tinglaydilar. Qur'onni tinglaganlarida esa yuraklari siqilib ketadi. Halol bilan harom chiqishmasligini bilmaydilar-da. Nafsimiz suygan narsalar uchun ming-minglab pullarimizni ayamay sarflaymiz. Sadaqa qilishga kelsak, hamyonimizdagi kerakmas chaqalarni chiqarib beramiz. Ishimizga kech qolishdan qo'rqib soatlarimiz bongini burab qo'yamiz. Bomdod mahal Alloh bilan diydorlashishdan vaqtimizni esa qo'rqmasdan o'tkazib yuboraveramiz. Erkaklar ahli ayollarning go'zalliklarini boshqalarga oshkor etib